Assalomu alaykum. Anas Blogger kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, mana shunday bir dona chiroyli sog'liq qo'chqor ishqibozlari. Akalar, bugun hafta kuniga Xudo xolasa payshanba, ertaga juma. Qaylarga borsam bo'ladi desang, akalar, Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'ondan Farruhbek ukamizdan mana shunaqa chiroyli sog'liqlar qo'chqorlar o'sadi. Assalomu alaykum. Farruhbek, bugunga nech bosh? Yaxshi yetib olasiz. Rahmat, sizmisiz? Bugunga 3-4 partiyat toza Qirg'izistonda qo'chqor sog'liq qo'ylari chiqadi. Bugunga 3 partiyat chiroyli nasldor qo'chqor sog'liqlar chiqadi akalar. Like bosib, kommentariyaga yaxshi fikrlar yozib turishadi aka. Qo'ylar zo'rlarni kelganman, narxini bor, yengil qilib beraman unaqa. Xudo xolasa, narx Xudo xolasa kanalda rivoji uchun birinchi obunachilarimizga yengil bo'ladi, Xudo xolasa inshaalloh. Tozalaridan kelganman. Mana shunaqa zo'rlardan boqaman degan odam, niyat qilgan odam bitidan like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Bularni sog'lik salomatligiga qachon yetib keldi, ukaxon? Bular kelganiga bir hafta bo'ldi aka, yeb-ichish hamma yo'q sinovdan o'tdi. Yana sinovini berasiz. Yana sinovini beraman, bir hafta 10 kun sinov. Ish qanaqa bo'ladi? Qo'zi aka, Ikkalasi ham qo'zi. ikkovi ham qo'zi. Mashalloh, qo'chqor o'ta chiroyli ekan. Yonda sog'lig'ini qarang. Unisiga bunisi, bunisiga unisidan beradi. Xudo xolasa yaxshi chiroyli narsalarni olib ko'paytirib olaman degan akalarimizga, obunachilarimizga tavsiya qilaveramiz, Xudo xolasa akalar. O'ylar turishiga bir baho berishadi obunachilar, jonivorlar qarang. O'ta chiroyli narsa ekan. Xudo xolasa inshaalloh kim olsa ham baraka topadigan qo'zilar ekan. Farruhbek, bularni nima deysiz narxini? Aka, narxini bor-ku, vallahi bunday qo'liga ushlab turib $700, $800 chiqaryapsiz-da. Menda unaqa narxlar yo'q. Ikkovini olishsin 6 milliondan Toshkentgacha dasturga qilib berib yetkazib beraman. Ikkovini 6 million so'mdan 12 million so'mga. 12 million so'mga. Hop, yana tushadigan joyi bormi yo oxirgi summasimi? Telefon qilishsan o'tib beraman aka. Yo, hozir o'ting. Ol 100 mingdan 200 ming o'tib beraman aka. 100 mingdan 11 million 800 ming bo'ladi. 11 million 500 ga nima deysiz? 11 million 500 gacha kam bo'ladi aka, to'g'risiga. Hop, o'zlari telefon qilishadi, o'zlariga o'tib berasiz. Bo'ldi, telefon qilishdan o'zlariga yana hayron. Mana hurmatli obunachilar, 11 million 800 ming so'mdan kami ham bor, aloqa chiqarasizlar. Nomerlarni pastda qoldirib o'tamiz. Mana akalar, ikkinchi partiyamizga Farruhbek, nech bosh sog'liq, nech bor qo'chqor? 7 ta sog'liq aka. Mana Bitta qo'chqor zo'ridan qo'chqor. 7 ta sog'liq, bitta qo'chqor ham mash ekan-a? Qo'chqorni qarang. Mana akalar o'zlaring baho berasizlar. Qo'chqorda ham Xudo xolasa o'ta oyoqlari keng, dumbalar, rajlizlari chiroyli narsa ekan. Oldin ko'rsatib qo'ying jonivorni. O'zi to'laydigan variantida hurmatli obunachilar. 7 ta sog'liq, bitta qo'chqor. Ola boqding, bola boqding degan akalarimiz uchun bitta ola pakkisi ham bor ekan akalar. Tavsiya qilaman. Inshaalloh buni ichida to'kkan, tish bosgan qarisi yo'q-a, ukaxon? Yo'q, bitta qo'zi mashi bittasi ekitishga chiqqan o'ylar. Ha, bittasi ekitishga chiqqan, qolganlari qo'zi narsa. Xudo xolasa bir oyda qochaveradigan variantida-na? Qochaveradi aka. Hurmatli obunachilar, qarang. Qo'ziga bir tagini ham ko'rsatib qo'ying. Mash qo'zi bo'g'ozi 100% aytalimman, lekin qo'y yelin solib qatmi Mana akalar, biz ham endi sog'liqni yaxshi tushunmaymiz, biz ham video qilishni bilamiz. Akalar, kimga nasldor mana shunaqa chiroyli beshkek sog'liq qo'chqorlari kerak bo'lsa, xudo xolasa pastda nomerlarni qoldiramiz, aloqa chiqaverasizlar. Inshaalloh kanalda rivoji uchun birinchi videolar, mana shunaqa videolar birinchi bo'lib borib turish uchun bitidan like bosib qo'yingizga. Xudo xolasa u narsaga megabit olsa ham pul olmaydi. Baribir megabitingizni ham boshqa narsaga sarflaysiz akalar. Yaxshi narsalarni men sizlarga o'zim chiroyli qilib ulashib turaman akalar. Bo'ldimi yo qora qo'chqorlardan ham bormi? Yana zo'rlardan bor, videoni oxirigacha ko'rishsin. Akalar, mana videoda oxirida ko'rishinglar yaxshi narsalar ham bir jup mana aka ola pakkisidan ham, oqidan ham bor ekan. Xudo xolasa video davomida ularni ham chiqaramiz. Bu bizning ikkinchi partiyamiz edi. Yo, bularni endi nech puldan yetkazib berasiz bularni? Haligisini narxini so'ramayapman. Bularni bir joyga olishsa aka qo'chqori ham ketaveradi ichida 4,5 da yetkazib beraman. Qo'chqor sog'ri aralash 4 million 500 ming so'm. 500 ming aka. Qo'chqor dadin o'sha 5,5 million deyish kerak yo'q. Tushundim. Quyug'i suyib bo'lganda
Nech puldan o'tadigan joyi bormi? 100 mingga o'tib beraman aka. Dadil o'ting. Bo'ldi, Toshkentgacha olishsin 4 million 300 mingdan. Samarqandgacha olishadi, 4 million 300 ming so'mdan qilib berasiz. Toshkentgacha olishaversin aka, 4 million 300 mingga yetkazib beraman. U yog'iga ham dastlabkamiz bor. Dastlabkasi bor. O'zbekiston bo'ylab dastlabki bor. Dastlabkiga ozginada pul qo'shib berishadi. Bo'ldi, akalar, hurmatli obunachilar, mana 4 million 300 ming so'mdan telefon qilasiz. Bu magazin emas aka, savdolashasiz. Aka, 4 million 300 ming so'mdan yo'q deyilgandan yetkazib beriladi. Samarqandgacha dastlabkasi bor deb men lovis qo'yibman, Samarqandgacha yetkazib berasiz. Samarqandgacha yetkazib beraman aka, telefon qilib. Bo'ldi, aka, mana 4 million 300 mingga yetib boradi. Xudo xolasa Anas bloger kanalidan telefon qilyapman desangiz, yaxshi narxlarda ukaxon chiroyli qilib beraveradi inshaalloh. Bu bizni ikkinchi partiyamiz, uchinchi partiyamizga ham qo'yiladi, olib chiqamiz. Orasidan boqdim, menga sarig'ini ham ko'rdim, oqini ham ko'rsa degan akalarimiz uchun noyob bir jup oqidan. Mashalloh. Ukaxon bu qanaqa variant, qanaqa zot bular? Aka, bu qo'ydi bor-ku, uyga olib borib olib, maza qilib boqishadi odamlar bor aka. Mana hurmatli obunachilar, bular Hasanxonga o'xshaydi, bu qarang, chuki ham qora, kalla qora, quloq qora, o'zi oq. Mashalloh. Akalar, havas qilganlar like bosib qo'ying jigar. Nima deymiz bularni? Hamma ish narxida. Ammo dollar demang. Bo'ldi aka, 600 dollardan 1200 dollar berishaveradi. Dollar demang deyapman. Oldindan videoda sizni ogohlantirdim. Dollar demang. Ammo arziydi qo'ylarga gap yo'q. Dollar demang. Bo'ldi aka. Yopishtirib ayting, yopishtirib 13 million berishadi. 13 million so'm. 13 million berishadi. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab. Dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab. Qo'ydi bor aka, bu qo'y to'g'ri qimmat bo'lishi mumkin aka. Lekin qo'y bilan qo'ydi farqi bor. Olib maza qilib boqishganda keyin menga rahmatini aytishadi. Obunachilar Anas bloger kanalidan telefon qilyapman desa qo'lni bering. Himmatiga o'tib berasiz yana. Beraman telefon qilish. Bor aka. Mana hurmatli obunachilar 13 million so'mga xayri bor. Dastlabkasiga umuman o'ylanmanglar akalar. Qo'ydi, xudo xolasa noyob kelibdi. Hop, tugadimi? Yana bormi qoralardan? Qoralardan ham bor aka. Bir partiya chiqadimi? Bir partiya chiqadi. Bo'ldi akalar, mana xudo xolasa aloqa ochiq qo'rasizlar, nomerlar pastda qoldiramiz. 13 million so'mga xayri bor. Mashalloh, chiroyli narsalar akalar. Havasga boqib 18 soat, 20 soat ishlab kelib 4 dona 1,5 kilo makkani tashlab qo'yib, makkani yeyishini tomosha qilib charchoq chiqaradigan qo'zilar kelibdi. Akalar, aloqa ochiq qo'rasizlar. Mana akalar, xudo xolasa 4-chi, so'nggi partiyamiz ham chiqdi. Hammasi qo'chqora bo'ladi. Hammasi qo'chqor aka, go'shtli yoradigan varianti u. Kam dumba, ser go'sht varianti. Kam dumba, seri go'sht variantidan. Soni nechta? Soni 11 dona aka. Qachon yetib keldi? Ular 3 kun bo'ldi yetib kelgani. Yosh oyligi. Buni qo'ydim. Qarang aka. Dumbani qarang, to'g'ri yelkaga bir ko'rsatib qo'ying, yelkan jonivor. Dumbadan katta yelkasi. Mashalloh. Go'shti bor aka, yoradigan variantidan. Yosh oyligi. Yosh oyligi 11 oylik. Bo'yi. Bo'yi 80. Bo'yi 80 sm. Hammasi bo'yiga hech kim talashmaydi. Eng asosiysi narxida, narxi. Narxi aka 4 million 800 mingdan bir joyga. 4 million 800 ming so'mdan bir joyga. Tanlab olsa 5 milliondan tanlab olishaveradi. Qo'lni bering. Optimuga 4 million 500 ming so'mdan oxir siz aytganingiz bu. Hozirgacha eshitib turing. Hozirgacha siz aytganingiz bo'ldi. Endi meni ham aytganingiz bo'lsin-chi. Qo'ylar go'shtiga ham to'g'ri kelaveradi aka. Hop, tushundim. Shuni hisobiga 4 million 500 ming so'mdan Optimuga to'g'ri kelmaydi. tanlab olsa kelishasiz. Kam bo'lib ketadi. Kam bo'lmaydi. Siz hopding, bir martaga hopding, keyingi safar siz aytganingiz bo'laveradi, hop. Hurmatli obunachilar, 4 million 800 ming so'mdan tushib beradigan hop tushadigan joyingiz 100 ming tushib beraman aka. Yo'q, mayda chuda qilmang. Qoldi beraman aka. Mana. Qoldi beraman aka. Mana. Bir joyga olishsin, yana 100 mingga o'tib beraman. 4 million 600 mingdan Toshkentgacha yetib boradi aka. 4 million 500 dan. Yo, 4 million 600 4 million 500 dan. 4 million 800 dan tanlab olishaversin mana. Yana chaqirsangiz kelmay qolman. 4 million 500 dan. Like-ni bosib kommentariyaga yaxshi fikrlarni yozishar, 4 million 500 dan sotdim ya. Bor aka. Hurmatli obunachilar, 4 million 500 ming so'mdan men bu taraf emas, sizlar taraf bo'lyapman. Akalar, sizlarda men paydash qilyapman.
Sizlar ham xudo xolasa padishkada bo'lasizlar inshaalloh. 4 million 500 ming so'mdan aloqa chiqarasizlar. Soni 10 bitta. Narx 4 million 500 ming so'mdan Samarqandgacha. Kanalni rivoji uchun xudo xolasa podpisatsiya tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib ko'rasizlar akalar. Bu bizning so'nggi partiyamiz edi.